O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan amalga oshirilayotgan Xalq bilan birga umummilliy dasturi doirasida aholining dardu tashvishlarini o'rganish, murojaatlarni joyida hal etish hamda odamlarni qiynayotgan muammolarga tezkor yechim topishga qaratilgan sayyor qabullar izchil davom etmoqda. Xalq bilan muloqot misoli ko'zgu, unda odamlarning quvonchu tashvishlari, orzu maqsadlari ifoda etiladi. Ayni shu jihatlar poytaxtimizning Mirobod, Uchtepa, Yakkasaroy va Olmazor tumanlarida tashkil etilgan sayyor qabullarda ham yana bir bor namoyon bo'ldi. Ularda deputatlar, mahalliy kengashlar a'zolari, davlat hamda nodavlat tashkilotlar vakillari ishtirok etib, yurtdoshlarimiz bilan bevosita muloqot qilishdi. Sayyor qabullarda 1637 nafar hamyurtimiz ishtirok etib, ularning barcha murojaatlari atroflicha o'rganildi. Jami 556 ta muammo aniqlanib, shundan 527 tasi joyida hal etildi. Bugunga qadar Toshkent shahrida o'tkazilgan 4 ta sayyor qabulda aholiga umumiy qiymati 976 million 450 ming so'mlik turli ko'rinishdagi amaliy yordamlar ko'rsatildi. Olmazor tumanida O'zLiDeP partiyasi tomonidan Xalq bilan birga umummilliy loyihasiga start berilgandi. O'sha loyiha doirasida Olmazor tumanida ham sayyor qabul tashkil etildi. Sayyor qabulda 300 ga yaqin fuqarolar, aholi ishtirok etdi. Shundan 150 ta murojaat tushgan edi. Shundan deyarli hammasi shu o'zida joyida hal qilindi. Asosiy murojaatlar keksalarimizdan davolanishga yo'llanmalar olish, ayollarimiz o'zini tadbirkorlik faoliyatini yuritish bo'yicha moddiy yordam, misol uchun uyda tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun moddiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha iltimos qilishgan edi. Shular joyida hal qilindi. Tadbirkorlarimiz shu o'zlari otaliqqa olib, ularga yordam berishdi. 30 dan oshiq yoshlarga tadbirkorlar tomonidan yaxshi muoyanali ishlar taklif qilindi. Men o'zim 23-oilaviy poliklinikani bosh shifokori bo'lib turib, mana shu yerda kelgan 4 ta yosh ayolni kichik tibbiy xodim, hamshiralik lavozimiga ishga qabul qildim. Xudo xolisa ishlab, oilasiga foydasi tegadigan ayollar bo'lishadi. Ayniqsa sayyor qabullarda tadbirkorlarning ham faol ishtirok etishi ko'plab ijtimoiy masalalarning hal etilishiga xizmat qildi. Jumladan 54 nafar yolg'iz keksa va boquvchisini yo'qotgan fuqaro doimiy otaliqqa olindi. 14 nafar fuqaroning uy-joyi ta'mirlandi. 16 nafar ehtiyojmand shaxs nogironlik aravachasi hamda eshitish moslamalari bilan ta'minlandi. O'zimga biriktirilgan, kam ta'minlangan oilalar farzandlarning murojaatlari bilan kelganman. Men shularga yordam masalasida ularning onalarini, yolg'iz onalar, ularni ishga joylashtirish masalalari bo'yicha kelganmiz. Mana partiya sayyor qabulda ijobiy natijaga erishdik. Kun o'zimni dardim bilan keldim. O'g'lim avtohalokatga uchragan sababli shu yerga kelib murojaat qilgandim. Chunki hozir mana ayni vaqtda bu xos kasalxonada, shunga menga juda ham mablag' tarafda yordam kerak edi. Menga shu zahoti amaliy yordam berishdi o'g'lim uchun. Men bundan juda ham minnatdorman. Eng muhimi, sayyor qabullar orqali aholi bilan ochiq muloqot yo'lga qo'yilib, har bir murojaatga o'zgacha yondashuv ta'minlanmoqda. Bu esa davlat organlari, deputatlar va mahalla institutlari o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlab, odamlarni o'ylantirayotgan masalalarni tezkor hal etish imkonini bermoqda.